Muzan Jackson. Iblislar qotili bosh tabiga keladi. Albatta qarzini olish uchun edi. Kagyu Bashiki katta padarga olib qo'ygan ekan. Va nihoyat Mani tanidingmi? Eski havzang berasanmi? Sen yana kim bo'lding? Men seni tanimayman. Bu yerdan ket. Ikki yil oldi. Nosqa ovqati pul oluvding. Esingdami? Ha, bo'ldi, esladim. O'sha. Qarzingni berasanmi? Kechir, lekin bu qarz o'zim bilan olib ketaman. Nima? Xullas bugun biz Iblislar qotili cheksiz qala birinchi filmini tahlil qilamiz. Siz bilan Zenitsu, kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Biz esa boshladik. Iblislar qotili Netflix qo'li o'tishi bilan faqat sog'ish bilan ovora. Hey Netflix, nima qilyapsan? To'xtab turma, demoslarda sog'olay. Va, uzr. Samotoda nima qilyapsan? Wait a minute. Bu nima? Siz qala arkasi 12 yoki 24 ta qism emas, balki naqd 3 ta anime film Karl. 3 ta. Kayohari Goduki pulni orqasida yugurish bilan band. Birinchi qism 2025-yilda 18-iyulda premyera qilindi. Deyarli 1 yildan beri kinoteatrlardan tushgani yo'q. Here comes the money. Here we go. Money talk. Bilsangiz kerak, kinoteatrlardan shu bilan raqamli formati chiqadi, keyin internetga tarqaydi. Lekin bu to'nkalar hali ham kinoteatrlarda ushlab turishibdi. Balki videoni ko'rib turganingizda raqamli formati chiqar. Ochig'i bilmadim. Birinchi qism 700 million dollardan o'tdi. Balki 1 milliard dollardan yig'ishni ham o'ylab turgandir. Ikkinchi qism esa 2027-yilda va uchinchi qism esa 2029-yilda chiqadi. E'tibor bermaymiz. Cheksiz qala arkasi butun hikoyaning eng keskin va undan tashqari qorong'u bosqichi. Birinchi qismda asosiy e'tibor Muzan Kibutsuchining iblislar qotil korpusiga qarzini olish uchun boradi va qo'lga tushib o'lib ketadi deganda baxtiga cheksiz qala ishladi va Muzan barcha ustunlarni va kuchli jangchilarni cheksiz qala ichiga tortib kiradi. Bu qala cheksiz xonalar va o'zgaruvchan makon, psixologik bosim beruvchi muhit bilan ajralib turadi. Bu qismda muhim fikr ko'rinadi. Aniqroq, Muzan jangni ochiq maydonda emas, balki o'z hududiga olib boradi va hozir deyarli barcha antagonistlar bosh qahramonni o'z maydoniga chaqiradi. Bu yangilik emas. Nimaga buni muhim fikr dedim? O'zim ham bilmayman. Cheksiz qala bu Muzanning mutlaq nazoratli qo'rquv quroli. Kuchlar muvozanatini buzish usuli. Iblislar qotili kuchli bo'lsa ham muhit ularga qarshi ishlaydi. Birinchi qismda qahramonlar bir-biridan ajralib ketadi. Bu juda muhim va dramatik nuqtasi. To'xta, dramatik voqea? What the fuck? Har bir ustun yakka holda sinovga duch keladi. Bu orqali muallif shuni ko'rsatadi, har bir ustun o'z o'tmishi va qo'rquv bilan yolg'iz kurashadi. Tanjiro obrazining o'sishiga kelsak-da, Tanjiro bu bosqichda endi faqat rahmdil bola emas, balki Muzanga qarshi tura oladigan haqiqiy jangchi. Uning ichki holati g'azab, mas'uliyat, Nezukoni himoya qilish istagi tufayli bir-biri bilan qorishib ketgan ediki, hojatxonaga qarab yugurib ketmoqda.
Birinchi qismning eng kuchli tomoni qorong'u ranglar, notinch kamera harakati, sukunat va keskin musiqa. Bu tomoshabinga bezovtalik, xavf hissi, orqaga yo'l yo'q degan tuyg'uni uyg'otadi. Shu sababli tomoshabinlar ham Tanjiro bilan birgalikda hojatxonaga yugurishadi. Cheksiz qal'a bu faqat bino emas, insonning ichki qorong'u dunyosining ramzi. Har bir qahramon qal'aning ichida o'z chegarasi, o'z qo'rquv va o'z taqdiri bilan yuzma-yuz keladi. Sujetga kelsak, yakuniy hujumning boshlanishi. Iblislar qotili korpusi Muzan Kibusichi yo'q qilish uchun so'nggi rejani ishga tushiradi. Ubashiki oilasi qurbonlik evaziga Muzanni tuzoqqa tushirdi. Anaroq qarzini bermay ketdi. Kuchli portlashdan so'ng ustunlar yoppasiga Muzanga hujum qilishdi. Ammo Muzan kutilmagan qarorni qabul qiladi va hammani cheksiz qal'a ichiga tortib ketadi. Cheksiz qal'a ichiga tushib qolish bir lahzada Tanjiro Inosuke va barcha ustunlar, undan tashqari men ham bor ekanman, real dunyodan uzilib, cheksiz va chalkash makon ichiga tushib qolishadi. Devorlar harakatlanadi. Past yoki tepa tushunchasi yo'q. Odamni ruhiy jihatdan sindirish uchun mo'ljallangan, aniqroq aytsam, azoblash xizmati. Bu Muzanning hududi va bu yerda mutlaq hukmron. Qal'a ichida hamma bir-biridan ajralib qoladi va ustunlar yakka holda qoladi. Yordam yo'q, chekinish yo'q. Bu Muzanning rejasi edi. Har bir alohida yo'q qilish, lekin ustunlar jim qarab turmadi va iblislarni yo'q qilish uchun qidirishdi. Tanjiro va Gyutomoyoka Akaza bilan yuzma-yuz. Tanjiro suv ustuni Gyutomoyoka bilan birga qoladi va ularning qarshisida Akaza, yuqori 3-oliy oy. Akaza va Tanjiro tanish. Rengokuni o'ldirgan iblis. Tanjiro va qalbidagi eng katta nafrat manbai. Jang boshlanadi. Akaza tanasi jang uslubida mutlaq ustun. Gyu va Tanjiro kuchli himoyaga majbur bo'ladi. Gyu hashira belgisini uyg'otadi. Tanjiro quyosh nafasini chuqurroq o'zlashtirib boshlaydi. Akaza his qilish darajasiga yetadi va Akazaning o'tmishining ochilishi. Jang davomida Akazaning xotiralari ochiladi. Bu aslida inson bo'lganligini, sevgan qizi va ustozini yo'qotganligini eslaydi. Adolatsizlikdan keyin Muzan tomonidan iblisga aylantirilgan. Tanjiro Akazani o'ldirishni istasa ham, uning ichidagi insoniylik va azobni his qiladi. Akaza o'z o'tmishini qo'yavermaydi. Muzan Akazani maxluqqa aylantirgan. Yoshlikdagi sevgisi ham Akazani ko'ziga ko'rinishni boshlaydi. Akaza Tanjiro va Gyuni o'ldirmoqchi edi. Tanjiro Akazani boshini kesib tashlaydi. Akaza yutqazgan tan olgan bo'lsa-da, tanasi Akazaga bo'ysunmasdi. Tanasi jangni davom ettirmoqchi edi, lekin Akaza buni xohlamadi va o'zini o'ldirdi. Zenitsuning taqdiri. Zenitsu boshqa hududga tushib qoladi va u yerdagi yuqori 6-oliy oy Kagaku bilan yuzma-yuz keladi. Ha akalar, yangi saylangan yuqori oliy oy. Kagaku va Zenitsu sobiq do'st. U qorong'u yo'lni tanlagan va Zenitsu ilk bor qo'rquvsiz jang qiladi. Bu esa respekt. Bu Zenitsuning ruhiy yetilishining boshlangan lahza. Kagaku va Zenitsu bitta ustozdan dars olishgandi. Kagaku o'z ustozini o'ldirdi va Zenitsu o'z ustozi uchun qasos olishga kirishdi. Kagaku endi iblisga aylangandi. Agar 1 yildan keyin uchrashganda jang boshqacha bo'lardi. Jang vaqtida Zenitsu osmondan qulamoqda. Deyarli Zenitsu yutqizgandi. Ustozidan kechirim so'radi va o'zi kuch topib, chaqmoq nafasining yangi katasini o'ylab topdi. Ya'ni chaqmoq nafasi 7-katani o'ylab topdi va Kagakuning oldiga bir pasda chiqib boshini kesib tashladi. Jang tugadi. Zenitsu hushidan ketdi. Ustozini ko'rdi va Zenitsu yig'lab uzr so'radi. Ustozi rahmat aytib, haqiqiy o'quvchim sensan Zenitsu deya aytdi. Iblislar bilan vahshiyona jang qiladi. Boshqa ustonlar ham yuqori oy iblislari bilan to'qnash keladi. Har biri o'z hayotiy evaziga kurashadi. Qism yakuni. Birinchi qism oxirida janglar eng qizg'in pallaga kiradi. Hech kimning taqdiri aniq emas. O'lim havosi qal'ani qoplaydi.
Muzan esa yuqorida turib barchani kuzatadi. Bu hali boshlanishi xolos. Insoniylik va iblislik chegarasidagi qurbonlik, nafrat va rahm-shafqat to'qnashuvi, har bir qahramonning yolg'iz sinovi. Xulosa qilsam, Cheksiz qal'a birinchi qismi butun hikoyaning eng qorong'u bo'lagi. Jangdan ko'ra ruhiy azoblanish ustun. Yakuniy fojialarga tayyorgarlik. Netflixning chiqoqligi tufayli azoblanishim. Sizlarga aytsam prosta rasvogarchilik. Anime haqida aytsam, birinchi qismi yaxshi, ajoyib animatsiya, yaxshi, gap yo'q, menga yoqdi. Qolgan qismlari deyarli 1 yil oralig'idan keyin ko'ramiz. Ha, albatta. Kimgadir qiziq bo'lsa, Cheksiz qal'a ikkinchi qismini ham chiqaraman. Video kam bo'lib qolayotganim uchun uzr so'rayman. Siz bilan Zenitsu bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishamiz. Xayr. Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia. Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia.